tishim og'riyapti. Bo'ldi, Solixa, hozir mana yetib keldik, sabr qilib turing. Solixa, siz qo'rqmang, axir tish doktorlari juda muloyim bo'ladi. Assalomu alaykum, singlimni olib keldim. Ko'p shirinlik yeb qo'yibdi. Ay, og'riyapti. Va alaykum assalom. Kelinglar, qani o'tiringlar. Tishingiz og'riyaptimi? Bizdan qo'rqish kerak emas. Tish shifokorlari bilan o'rtoq bo'lish kerak. Buvijon, o'zi nimaga tishimiz og'riydi? Qarang, Mubina. Tishlarimiz o'zi sog' bo'lganda kulib turadi. Bularga agar chupa-chups, muz qaymoqli, yong'oq, bodomlarni chaqib, bularni ayamasa, bular yig'lab sizdan xafa bo'lib, sizdan ketib qolishadi. Ha, tushunarli. Bolajonlar, tishlaringiz sog'lom bo'lishi uchun Kuniga 2 mahal go'sht kerak. Solixa, endi chupa-chups yeysizmi? Yo'q, umuman ham yeyman. Buvijon, kelajakda sizga o'xshagan tish shifokori bo'lish uchun nima qilish kerak? Buning uchun avvalambor yaxshi o'qish kerak. Ko'proq ximiya, fizika, biologiya fanlariga e'tibor berish kerak. Ana bo'ldi, rahmat sizga. Rahmat sizga, endi singlimni tishi og'rimaydi. Men ham o'z kasbimni tanladim. Kelajakda buyuk tish shifokori bo'laman. Rahmat sizga, buvijon. Arzimaydi. Mana bu mani sovg'am. Tishlaringiz hech ham og'rimasin. Kuniga 2 mahal albatta yuvib turinglar. Sog' bo'linglar. Rahmat sizga. Xayr, sog' bo'linglar.